Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 2018-yilga 19-yil bo'lib chiqqan Texpasport 2019-yil mexanika korobkasidan so'raganlar ko'p edi, holati yaxshirog'idan. Mashinamiz 95 ming yurgan ekan. 18-yil 12-oyga 2019-yil. Hop, balon holatlari yaxshi, o'rtacha holatda, eshik obshipkalari, oldi torpedani holatlari ham yaxshi, rollariga mana shunaqa chexollardan qo'yib chiroyli mingan ekan o'zi. Mashinani bitta ko'rgan odam biladi qanday holatdaligini. Mana mexanika korobka. Ba'zilarda mana shular bo'm-bo'sh bo'ladi. Hech qanaqa funksiyalari bo'lmaydi. Bunda bakovoyda spirali bor ekan, qiziydi. O'rindiq sideniya qiziydi, roli qiziydi mashinani. Bu yog'i multimedia, konditsioner, pechkalari. Mana shu holatda ekan mashinamiz. Yurgan kilometri 95128 kilometr masofani bosib o'tyapti mashina. O'rindig'ining holatlari ham juda yaxshi holatda. Chirigan joylari ham yo'q, yirtilgan, chirigan joylari yo'q. Mashinaning holati normal ekan. Mashinani zavod qilib qo'ydik. Hozir motor qismlarini ham ochib ko'rsataman. Ozgincha xizmat qilgani bor. Nima deydi? Yangi salondan chiqqan mashina emas. Bortlarda ham bitta ikkita mana ko'rgan bo'lsanglar, ozgincha qirilgan, chizilgan joylari bor. Tag qismi ramalari chirmagan holatlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hop, mana. Asta motor qismlari. Mashinamiz mana shu holatda. Orqa gul shitirlari normalniy holatda turibdi. Orqa gul shitirlari ham ichiga mana zapaskalar tushmagan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, mana ramasini nimalari ham o'chib ketmagan. Ba'zi birlarda o'chib ketadi yoki ataylab o'chirib qo'yishadi va ramalarni vinkodi. Balon holatlari kumho. O'sha toshbaqa balon deb qo'yishadi-ku buni. Chak qismlari ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda. Bir ikkita petnolari bor, borlikka yo'q, holati normal ekan. Salon holatlari ozgincha o'sha petnolariga sal sepib qo'ygan, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz unaqa strashniy avariyasi yo'q ekan. Lekin ozgincha xizmat qilgani bor. Ba'zi bir hali qirilib, mana buni chiqadigan joylari qirilib, chizilib ketgan-ku. O'shani hisobiga ozgincha nima bilan nima deydi, sepadigan sprey bo'ladi. O'shanda sepgan ekan mana. Orqa krilosiga chiqqanda porter minadiganlar bilishadi, mana shu joylarga oyoq tegib, qiriladi, chiziladi shunaqa. Hozir motor qismini ochib ko'rsataman. Asosiysi motor korobkasi yaxshi bo'lsa, mashina shu yoki butun bo'lsa, xizmatlar qilaveradi. Motorni ham ochib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, motorlarning ovozi yaxshi, normalniy. Siltab bunaqa bir har xil ovozlar chiqargani ham soatda ishlab turibdi. Bu mashinamizning narxi $8900. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yurg'izib beramiz. Mana shu mashina ekan. Oldin tag qismini ham ko'rsatib qo'yay. Mana. Mashina but-butun. Hech qanday bir urilgan, udar bo'lgan joylari yo'q. Agar mabodo sepganda ham mana shu oldilariga bilinardi. Sepganlari. Chiroyli holatda turibdi. Yaxshi mashina. Ozgincha xizmat qilgani bor-ku. Lekin minadigan odamga juda ham yaxshi variant.